Qadrdon tomoshabinlar, tarixchilardan ham ko'ra bu qishloqlarning tarixini o'sha qishloqlarda istiqomat qiladigan insonlar yaxshi bilishadi. Men shunaqa deb o'ylayman. Qishloqda tug'ilib o'sgansizlar, to'g'rimi? Mana shu Ubayd qishlog'ining tarixi qaysi davrlarga borib taqaladi? Bu yerlarga insonlar qachonlar ko'chib kelishgan? Shular haqida gapiring. Ubayd qishlog'ining tarixi 1850-yillardan odamlar sekin kelish boshlangan. 1840-yil qo'yilgandan keyin, davlat ata qo'yilgandan keyin sekin kelishni boshlagan. Aslida bu atrofda qishloqlarning otasi hisoblangan Hajboy ota qishlog'i bor. Hajboy qishlog'i bor. Birinchi aholi punkti o'sha yerda bo'lgan. O'tda katta Hajboy qishlog'i, kichkina Hajboy qishlog'i bo'lgan. Keyin ularning ko'pchilik To'rtovulga tushib kelgan. To'rtovulga. To'rtovul bilan Ubaydullo otaning orasida yo'l bo'lgan. To'g'ridan to'g'ri. U yo'l to'g'ri Piskentga qarab ketgan. Bu qaysi davrlarda bo'lgan? Bu 18-asrda 50-yillarida. 40-yillar aholi qabriston ochilgan. Birinchi qabriston ochildi. O'shandan keyin 50-yillardan boshlab ko'proq ko'chib kelib boshlagan. Bu yerda katta Shavkatdagi shahar bo'lgan. Lekin biz kelib chiqishimiz asli Ili daryosida Qozog'iston Balxasha qo'yiladigan tepa tomondan Jalay urug'ini ko'chirib kelgan. Birinchi kelgan odamimiz bu yerda Qilichlar otamiz bo'ldi. Biz Jalayir guruhimiz, buni aytganimiz aniq Jalayirmiz. Jalayir deganda bizni Hurmatullo J deb ketgan yoni bo'yindagi sochi yoni ikki tomonga tushganda soch. Shuning uchun Jalayir. Endi bu aholining turmush tarzi qanaqa? Bu yerda yashaydigan insonlar nima bilan shug'ullanishgan o'zi qadimda? Asosan chorva bilan shug'ullangan. Dehqonchilik qilgan. Mana shu qirlarga lalmi tarvuz, lalmi qovunlar ekib, biz ham yeb ko'raman. Nasıl shirin bo'lar, qo'llari shirin bo'lib ketardi. Mana shu bir ariq o'tardi. O'shani aholi shirin suv ichgan. Asosiy Qorabossoydan kelgan soydi suvi yozda ko'klamda keladi, kuzgacha oqadi. Nariya Hojiboyda buloq suvlari bo'lgan. Biz Cho'raboylardan kelgan buloq suvlari. Demak, Ubayd qishlog'i azaldan chorvachilik bilan shug'ullangan insonlar. Chorvachilik, dehqonchilik. Mana Ohangarondan ariq qazib kelgan, hozir eski o'rni bor bu. Ohangarondan qazilganda mana shu atroflar o'shandan suv ichgan. Mana bu yo'llar bo'lmagan. Asfalt yo'llari, hech qanday ilgari yo'l daryoning ichi bilan bo'lgan, mana bu mahalla ichi o'tgan yo'llar bo'lgan. Mana shu yo'l Ubayd bobomiz bor-ku. Ubayd bobodan kelgan yo'l mana To'rtovulga keladi. To'rtovuldan Bozorqulga chiqib ketgan. Bozorqul bor, u Hajboyning ustiga. Bu yerda ilgari bir paytlar qul bozor bo'lgan. Shuning uchun Bozorqul deb ataladi. O'sha tomondan. Shundan bu atroflar hamma dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullangan. Mana bu tepada baland ariq bor. U 60-yildan keyin qurildi. Ungacha mana bu ariqlar eski xalq foydalanib kelgan. Hozirgi kundachi? Hozirgi kunda mana shu dehqonchilik, chorvachilik, ya'ni atrofimizda ishlab chiqarish ko'payib ketdi. Odamlar o'sha zavodlarda, sanoatda ishlaydi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Biz endi baribir qadrdon tomoshabinlar, bu yerda istiqomat qiladigan insonlarni o'zidan eshitganimiz yaxshi va bularning aynan o'sha o'zlarini urug'larini saqlagan holda avlodlarini, o'zlarining o'sha shajaralarini bilib kelayotganliklariga men to'g'risi tasavvurlar aytgim keldi va qolgan tarixiy joylarni tarix mutaxassislari orqali o'rganishda davom etamiz. Ubaydullo aka, mana shu Ubayd qishlog'i bepoyon dalalari-yu tabiati bilan insonni o'ziga tortar ekan va bu yerda o'sha tarixiy yodgorliklar ham juda ko'p ekan. Aynan hozir ham bir tarixiy obyektni ustida turibmiz. Xuddi shunday, bu qishloqda juda ko'plab yodgorliklar bor. O'zi umuman Ohangaron vodiysi juda ham yodgorliklarga boy, xususan mana Ubayd qishlog'i ham. Biz boya Ubayd tepa degan bir yodgorlikni mana shu qadimiy qoldiqlari, xarobalarni bir tanishib chiqdik. Endi unga 1 kilometr sharqroqda bo'lgan yana bir yodgorlikning ustida turibmiz hozir. Yodgorlik nomi Pirxontepa ekan. Pirxontepa qiziq tomoni yangi yodgorlik.
yangi qayd etilgan. 2015-yillar, ya'ni bundan 11 yil oldin ham bu hudud madaniy meros yodgorligi sifatida ro'yxatda bo'lmagan ekan. Bu yerni o'sha paytda O'zbekiston Fanlar akademiyasi tarix institutining xodimlari Dilmurod Normurodov degan arxeolog bor. Mana shu hududlar Toshkent viloyati bo'yicha mutaxassis, shuningdek Emilia Wulfert hamda Saida Ilyasova Milliy arxeologiya markazi deb yuritilgan hozirgi kunda antropologiya instituti. Mana shu xodimlardan iborat bo'lgan guruh dastavval aniqlashgan ekan. Yodgorlikni tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ya'ni shakliga bir tomonga sal cho'zinchoqroq bo'lib chiqqan va taxminan 0,35 gektar hududda joylashgan yodgorlik va o'lchamlari 26-20-10 sm, ya'ni narigi tomonga chiqqan qismi shunaqa balandligi demak 10 metr, bitta tomoni 26, bitta tomoni 20. Bu yerda shu 2015-yilgi tadqiqotlar jarayonida tarixiy o'choq izlari topilgan ekan, o'choq qoldiqlari. Shuningdek, qurilish izlari ham ko'zga tashlangan ekan. Va ular tomonidan qayd etilishicha, janubiy sharqiy qismda to'rtburchak 20 metr o'lchamlikdagi kirish qismi sal cho'zinchoqroq bo'lib kiriladigan tomon deb bergan ekan. Janubiy sharqiy tomondan arxeologlar tomonidan dastlabki qayd etilishicha. Ubaydulla aka, bu yer yaqinda o'sha tarixiy obyekt ekanligi aniqlangan. Obyekt sifatida kiritilgan ro'yxatga. Yozma manbalarda keltirilmagan. Yo'q, yozma manbalarda keltirilmagan. Bu juda ham kichik hudud. Balkim bir qanaqadir qo'rg'onchani o'rni bo'lishi mumkin. Chunki o'sha bu hududlar Pirxon deyilishi bilan bog'liq bir ma'lumot mahalliy aholi orasida bor ekan. Bir tabib o'tgan ekan 13-asrda. O'sha inson odamlarni davolagan, odamlarni ezgulikka chorlagan ekan va aynan mana shu davr bilamizki, Ahmad Yassaviyni ko'chmanchilar o'rtasida tariqati tarqalgan davr hisoblanar ekan. Ko'pchilik o'zini Yassaviylik tariqatiga bu yerda amal qilishlarini aytib o'tishadi mahalliy aholi vakillari ham. Va aynan yodgorlikning tarixi ham shu o'rta asrlarga borib taqalishini hozircha taxmin qilish mumkin, lekin arxeologik jihatdan hali o'rganilmagan. Qadrli teletomoshabinlar, bizning Ubayd qishlog'iga qilgan ekspeditsiyamiz mana shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. O'zbekiston tarixligidan uzoqlashmang, chunki Ohangaron tumaniga qiladigan sayohatimiz hali davom etadi. Xayr, salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, biz Ohangaron tumanining yana bir ko'hna kenti Qoraqitoy qishlog'idamiz. Tuyoq o'sadi-yu, o'sganda shu tuyoqni qo'shilib ketish kerak-da taqa. Agar qattiq materialdan qilsa, ot oyog'ini qisib qoladi. Yigitlarim ko'rib qolib, oshiq bo'lib qolgansiz. Har kuni kuylab takrorlayotganga ovozlarimizdan o'xshab ketgan o'g'lim. Men yoshligimda kelgan qanday suv oqayotgan bo'lsa, o'shanday suv chiqib turibdi.